3 yıllık vaqt to'shishga 3 hafta qolmadi. Keyingi so'rashning hojati yo'q. Yana 3 hafta bor-ku. Nimaga oltiraysiz? Boshqa birsini deb olgan o'xshamamsiz. Tapsam, tapmasam bu o'zimning ishi. Siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ajrashish ishlarini bajarib bo'lgandan keyin ikkimizning hech qanday munosabat qolmaydi. Sizmi kimni qo'g'lashqingiz kelsa, shuni qo'g'lashsiz. Menmi kimni topqim kelsa, shuni topaman. Ikkimizning hech qanday munosabatimiz qolmaydi. Taqdingiz taq bo'lib ketibdi, ha? Xotirjam bo'ling. 3 yillik muhlat to'sila, sizni bir kunmi ortiq tutib qolmayman. Bu sel turib qiladigan operatsiya loyihasi yana bir jazmlashtirildi. Vay apa, Bugun kechda opamning tug'ilgan kuni. Cho'qim qatnashmasangiz bo'lmaydi. tushdan keyin bir operatsiyam bor edi. Ulgurmay qolamanmi? Qiziq gap qildingiz-ku. Opamning sizga qanchalik amroqligini bilmamsiz. Bütün ishlaringizni tashlab, nadim bo'lmasin ulgurib keling. Darhol operatsiya qilishga tayyorlik qiling. Ko'pchilik bugun shunda qilib opamning tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilib o'tiribdimiz. Keladiganlarmi biraqur kelib olgan o'xshaydi. Amisa marosimni boshlab ketsak. Opa, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat, bolam.